senga? Adem bilsalar o'ldiradi. Nima bo'ldi senga? Nimaga rangi oqarib ketdi? Qo'rqitmaman, iltimos, yur doktorga olib boraman. Ademga telefon qilamiz, yur bolam. Omadasiz qaddasiz. Bolani mazasi bo'lmayapti. Tez yetib keling, mazasi qochgan. Bilmayman, hushidan ketib qoldi, o'zi kelmayapti. Adasi qattiq qolib ketdingiz. Qatga qarading, nima qilding? Qaramading bolaga. O'zi hech narsa yemadi. Faqat suv ichdi, bo'ldi. Turmasangizchi ketdi, yuring olib boraylik doktorga buni. Menga bolani aytmang. Ketdi. Kiravering. Mumkinmi? Keling, kiring. Nima bo'ldi bolangizga? Hech narsa yegani yo'q, faqat suv ichdi. Ichi o'tib qayt qilyapti. Nima sababdan bunaqa bo'ldi? Nima berdingiz? Yo'q, hech qanaqa ovqat ham bermadi, faqat suv ichdi. Bilmayman, ichi ketib qayt qilyapti. Qanaqa suv ichirdingiz? Oddiy kran suvidan berdim. Voy, kran suvi zararligini bilmasmidingiz? Ichida bakteriyalar, infeksiyalar bo'ladi. Nafaqat yosh bolalarga, hatto kattalar ham iste'mol qilishi mumkin emas-ku, bilmasmidingiz? Shunda biz qanaqa suv ichishimiz kerak? Qayerdan olib ichishimiz kerak? Sizga sinovdan o'tgan Lura suv filtrlarini tavsiya qilaman. Lura suv filtri 99% bakteriyalarni tozalab, ichishga yaroqli qilib beradi. Faqat ichishga emas, balki ovqat qilishga, karshalarda va shunchaki iste'mol qilishga ham foydalansangiz bo'ladi. Sizga ham 20 yillik kafolatga ega Lura suv filtri qiziq bo'lsa, ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling.